Bor, lekin u narsa inson emas. Bu nima deganingiz? Inson emas? Inspektor, agar u odam bo'lganida shuncha yildan beri topilgan bo'lardi. U uyga kelganlarning barchasi ko'p yashamasligi yoki ko'p o'tmay aqldan ozishi yoki oilasidan kimnidir yo'qotishi bu shunchaki tasodif emas, inspektor. Bu yerda bizning aqlimiz yetmaydigan kuch bor. U qanday kuch bo'lishi mumkin? Bilmayman. Lekin uy egalarini qutqaring. U uyda hech kim yashamasligi kerak. Ularning ham hayoti xavf ostida. Unda men uy egalariga telefon qilaychi. Nimaga bular telefonni ko'tarmayapti? Alo? Lili xonim. Alo? Toshakning ortida g'ayriy tabiiy tovush eshitildi. Qani, ulardan xabar olib kelay. Lili xonim, eshikni oching. Men politsiyadanman. Nimaga ochmayapti? Kim bor? Janob? Xonim? Lili xonim, janob, sizlarga nima bo'ldi? Bu uy meniki. Kim uyga kirsa, yo'q qilaman. Ha, to'g'ri aytgan ekan. Bu uydagi qotil inson emas ekan. Bu uyda jin, iblislar yashar ekan. Uy la'natlangan ekan.